Programni icra qilish jarayonida chiqarish jumlasida mandaq ba'zi bir belgilar bor. Print Muxtar. Muxtar degandan keyin men pesh urib qo'yib, ikkinchi chiqarish uchurini yozsam, XMR IT deb programni qo'zg'atgandan keyin meni bassam, orliq tashlab berdi ma pesh. Jami 8 katek orliq tashlab berdi. Men endi bu yerga tab ishlatib boqay. Tab hello deb boqay. Programni qo'zg'atsam, tabni o'xshashlam 8 katek o'rin tashlab berdi. Tabni o'xshashlam 8 katek o'rin tashlab berdi. Agar men ma'lum orliq tashlamoqchi bo'lsam-chi, space ya'ni 20 o'rin, space 20 o'rin tashlayman, undan keyin hey degandan chiqarma desam, programni qo'zg'atsam, o 20 o'rin tashlab, qayta chiqarayli, 20 o'rin tashlab heyni, ya'ni hello'ning orqasidan 20 boshqa tashlab heyni chiqarib turdi. Mana shu chiqarish jumlasida shunday bir qancha alayda belgi bor. Pesh 8 sarib, tab 8 boshliq, space bo'lsa ko'rsatilgan boshliqni tashlab chiqarib turdi. Agar 20 desak 20 ni, 10 desak 10 ni. Navbatki mana bu programni qo'zg'atib bassam, hammasi bir qurg'i chiqib oldi ekan, shundaqmi? Men endi ikki qurg'i printlab chiqarmoqchi bo'lsam qanday qilim buni? Masalan, print mush birlik jumlalar qilib, yaxshimisiz apandi deganning orqasiga yana bir narsani ikkinchi qurg'i urib chiqarib pat demoqchi bo'lsam-chi. Qanday qilaman? Bu ikkinchi qurg'i chiqsin dedim-ku, VB Krylov. Programni qo'zg'atdim, bassam ikki qurg'ilab chiqdimi? Ma VB Krylovningki roli qur ayirish, ya'ni interkonektorga o'xshashlam. Navbatga qurdim, bir qurni kaga mash VB Krylov kirgizilgan yerdan boshlab to'yanki qurg'i uraydi. Endi split. Deganimizdan split degan funksiyani ishlatib, split deganda 123 pesh urib etdim, Muxtar, yana pesh urib etdim, XMR IT pesh urdim, 256 da 4 tane narsani pesh bilan ayirib qo'ydim. Endi yana bir pesh urib, mush narsalarni pesh orqali ayrilgan yerdan har birisini bir turga ayirib o'taman desam, split orqali kesib parchalayman. For i deganimiz tang 0 dan boshlab 3 gacha. Chunki mayadagi narsa 0, 1, 2, 3 deb bo'linadi. Men oxirgi chek 3 gacha oldim. Olgandan keyin print orqali A'ni printlab berdim. Ya'ni A'ning i'ga to'g'ri kelgan indeksini printlab chiqarib berdim. Undan keyin buning orqasiga ulab berdim. VB Krylov ya'ni qur atlash komandasi. Undan keyin next i qilib qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin meni bassam, har birisini peshikkaga vaqtida, ya'ni mashat ko'rsatgan peshikkaga vaqtida birdan bo'lib bir tartibga beryotdi. Ya'ni A0 bo'lsa 123, A1 bo'lsa Muxtar, A2 bo'lsa XMR IT, A3 bo'lsa 256. Ya'ni mayatki qimmatga asosan shuni tartiblab ayrim bo'lib beryotdi. Bu funksiya, ya'ni split funksiyasi shu ma'lum bir kod tartibga asosan, masalan, so'z ayirish, lug'at yozgan vaqtida degandek ashundaq o'rinlarda ishlatildi. Masalan, so'zlar bilan bir so'zning orasida bir bo'shliq bo'ladi-ku. Bo'shliqqa asosan so'zni ayirib sonliq ma'lumotdan birga yo'llab bergan vaqtida ko'p ishlatamiz. Hozir mana programma Muxtar deganning ikkinchi o'rindan boshlab bir dona harfni qaytarib turdi, ham uni cho'ng harfga aylantirib o'tdi. Shundaqmi? Unda bo'lsa Muhammadjon siz mush cho'ng harfning eksmasini qaytaring. Qanday yozasiz mushning oldi keyiniga? Eksmasini, ya'ni eksmani qaytarish uchun, harfning eksmasini qaytarish uchun qaysida? ASC. Unda bo'lsa tirnoqni yepib tetdim, shundaqmi? Programni qo'zg'aytdim. Hozir u harfni qaytardi. Biroq 85 ni qaytardi. U harf emas 85 ni. Demak, kichik yozilg'ishdagi u'ninki eskma kodi 85 degan gap. Shundaqmi? Shuni qaytarib berdi. Endi buningga diqqat qilmasangiz, meni o'chirib etdim. Men tirnoqdan birisi o'chirdi-ku tabiiy. Programni qo'zg'atdim. Qissam meningki 117 ekan. Kompyuterda har bir harfninki eksmasi bo'ldi. Askma. Ya'ni biz eskma deb qo'yamiz, askmasi bo'ladi. Ya'ni
15 deganning qaysi harf belgining askimasi, masalan 65 degan qaysi deydigan. Hem biz ma'lum bir sonni kirgizib, uni harfga aylantirib baqili. Labeldan birini alaymi yaga? Labeldan birini ilib, mana change'siga program yazdım. Label birninki caption deganim teng, text birninki texti desam hozir navbatda text birning textini bevosita chiqarib turdi-ku, charqib baqayim. Anda ma'ning ichidagi tekstni yo'q qilib o'tay. Programni qo'zg'atdim. Men o'zgarishga yazdim-ku, men change degan o'zgarish hadisidi-ku. Hamda qo'zg'alish hadisida unda bo'lsa men 65 ni yozdim. 65 qaysi harf ekan? Harf ekan. Davs O2 ni yazsam-chi, ay belgi ekan. Hamda agar 98 ni yazsam, bir kichik bir harf ekan. Kichik bir harf ekan. Maxfiy shifr o'rnatganda mushuni asldan bek foydalanamiz. Masalan biz avval mayaga bir maxfiy shifr oldik. Maxfiy shifr yana qattiq diskining tartib nomeri mayaga chiqdi. 8 xonalik tartib nomeri T G H Alt U G K degandek. Hozir shunda olgan 8 harf bo'ldimi? 7 harf bo'ldimi? 7 harf bo'lib tursin. 7 harf bo'lsa biz mushni mushaga 5 dan turlash uchun bunda chiqaramiz. Loadga formning loadga da program yozma. Text birning ichidagi xarakter bog'i hamda o'z avtomatik qattiq diskining tartib nomerini topadigan programni yozib qo'yamiz, o'shaga tep turdi. Hamda text birninki texti deganim teng bo'ladi. Men mid deydigan birisi bor, hozir birozdan keyin so'zlaymiz. Text birninki textining ichidagi birinchisidan boshlab ikkinchisiga bog'liq bo'lgan harfni ondan keyin uningga ulab bersin. Mid text birninki textninki 5-sidan boshlab bir dona harfni 3 harf bo'ldi hozir. Programni qo'zg'atsam, hozir unda olib bassam, text birning texti to'g'ri. Mid text birning texti emas, ma text ikkining texti bo'lishi kerak, ha? Xato yozibdimi? Text ikkini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atsam mana. Birinchi harf T shundaqmi? Birinchi harfdan boshlab ikki harfni birta T bilan G ni aytadi. 5-harfdan boshlab bir harfni maqshdi. 1 2 3 4 5-harf U te uni aytadi. Endi biz buning oqisiga yana ulaymiz. Mana ulabli biray. Mush 5dan chiqish kerak. Buning oqisiga 2 ni o'zim ulab biray. XM siziq 3 harfni ulab biray. Bunda siziq bo'ladi. Programni qo'zg'atsam mayaga mana 5 ta harf chiqdi degan gap. Endi bu 5 ta harf ikkisi kichik. Ma kichik harf bo'lib qoldi-ku. Qolganlar cho'ng harf bo'lib qoldi. Unda bo'lsa mayaga ekilib buni. Tirnoq qilib o'tdim. Mana endi butun bir funksiyani kirdi. Qarasam hozir kichik harf bormi? Demak, mushning o'zidagi ko'rdikki, Qat'iy bir misoldan. UKs degan asli bir funksiya. Bu funksiya mushning ichidan chiqqan narsaning hammasini cho'ng harfga aylantirib o'tadi. Ammo mid deganimiz bir funksiya. Bu mush xarakter tipli funksiya. Bu text birning ichidagi, ya'ni ko'rsatilgan xarakterning ichidan ko'rsatilgan o'rindan boshlab ko'rsatilgan dona xarakterni qaytarib turdi. Deb mushundaq funksiyalarni tushunib qilsak, undan keyin buning maxfiy shifr qo'ydigan yerlarini chiqara olamiz. Ma'lum bir yumshoq detalni o'ylab qilsak, mana 5dan 25 harf mushak tizilib qo'ydi-ku. Shu ashundaq chiqara oladi. Mana misali fikkis abiyat ikkisini so'zlagan-ku, ma fikkis endi. Bu butun son bo'lakini lamab birdi. 3dan %9 desam, butun son qismi qaysi buniki? Tushunib berdi. Agar buni plus qismni o'xshashlam, hargiz 4 qilib etmaydi. Ya'ni butun son qismi necha? 3. Fikkis degan faqat butun son qismini lamab birdi. Initni ko'rib bo'ldik. Endi hex deydigan bir narsa bor. Nima ekan? Sanal ekan, ha? 100. Programni qo'zg'atib baqay. 64 ga. Ya'ni hex deganimiz 100 deganimiz 10lik son sistemasidagi 100.
Ma'u 16'lik son sistemasidagi va chiqqan qimmati 16'lik son sistemasidagi 64. Ya'ni 10'lik son sistemasida 100 deganimiz 16'lik son sistemasida 64 kitan. 1000 ni ko'rib baqay. Programni qo'zg'atdim. Ayak E harfini qo'shib oldik-ku. 3E8 deganimiz 16'lik son sistemasidagi 3E8 10'lik son sistemasidagi necha kitan ekan? 1000 kitan ekan. Ma hex deganimiz shuni aylantirib turdi, ya'ni 10'lik son sistemasini 16'lik son sistemasiga aylantirib turdi. Init qilib qo'yay. Hozir mush initninki qimmatini topma. Initninki alayligini. Init deganimiz menda narsa, ya'ni navbatda berilgan partisandan kichik yoki shuningga teng bo'lgan butun sonni chiqarib turdi. Masalan, text 1ninki texti deganimiz teng init minus 6 dan 10 dan 8 yoki 10 dan 3 dey. 6 dan 14 6 dan 14 dedim. Men minus qimmat qo'ymawa. Mushni hozir programni qo'zg'atsam, nechini qaytirdi? Bu yerga 6 ni qaytaramda butunga to'shmaganligi uchun unda olmaydi. 7 ni qaytirdi. Programni qo'zg'atsam hozir minusni qaytirib qo'ydi-ku. Chunki men meningki max eng cho'ng uzunligini nechqani cheklab etgan. Shunga men meni 0 qilib cheklimni buzib o'tay. Programni qo'zg'atdim. Hozir qaytug'aqda hozir 6 ni qaytirmay 7 ni qaytirish kerak dedik, shundaqmi? Endi agar bu minus qimmatni elitib mayag 6 ni kirgizib bersamchi, uchoqni nechini qaytirish kerak? 7 ni qaytarmaydi, 6 ni qaytirdi. Mayat initni da'vatimiz, init deganimiz navbatda ichida bor, ya'ni o'zi bir taraf qilmoqchi bo'lgan sondan kichik yoki shuningga teng bo'lganini qaytarib turdi. Partisandan kichik yoki teng bo'lganini. 6 dan 16 dan 7 qilib etsak cho'ng bo'lib ketadi-ku bu. O'zining qaytarish alohidligidan olqib ketgan bo'ladi. Ya'ni unda iqtidori yo'q. Cho'qim navbatki partisandan tuvan bo'lgan yoki shuningga teng bo'lgan, navbatki partisandan tuvan bo'lgan yoki butun son bo'lsa shuningga teng bo'lgan sonni qaytardi. 6 dan 16 dan kichik bo'lgan 6. Kichik butun son 6-ku. Minus 6 dan 16 dan kichikrog'i qaysi? Minus 6 dan 16 dan kichik bo'lgan butun son minus 7 bo'ladi. Ya'ni navbatda berilgan bir taraf qilmoqchi bo'lgan qimmatga teng bo'lgan yoki shuningdan kichik bo'lgan butun son qimmatini qaytarib turdi. Tushunishlikmi? Cho'ng harfni kichik harfga aylantirish funksiyasi. Cho'ng harfni kichik harfga, masalan, text 1ninki texti deganim teng bo'lsin, licays text 1ninki texti. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan yoqi ma'noda hozir qaysi harf cho'ng? Endi qaysi harf cho'ng? Hech qaysi cho'ng emas. Shundaqmi? Sizlar cho'ng harfni bosdim, x emir aytdi. Mana bunda besvesem kichik harfga o'zgartirib o'tdi. Demak, cho'ng harflarni kichik harfga aylantirib o'tdi. Licays. Bu 16'lik son sistemasiga aylantirib bersa, yana birisi va okit deydigan. 10 deb baqayman. 10. 10 bo'lsa, hozir programni qo'zg'atdim-a? Nechaga aylantirib berdi? 12. Ya'ni okit deganimizning o'zi 10'lik son sistemasi okit, 12'lik son, 8'lik son sistemasida 12 tang. Agar 16 bo'lsa necha bo'ladi mana? 16 bo'lib qolsa 8'lik son sistemasida mana 8 ga bo'lib etsam, 10'lik son sistemasida 16, 8'lik son sistemasida 20 ga tang. Okit 10'lik son sistemasini 8'lik son sistemasiga aylantirib turdi.